Salom aziz Auto Review Zone tomoshabinlari. Bugun siz bilan 2026 Chevrolet Trax, ba'zan Track deb talaffuz qilinadi, avtomobili haqida to'liq ma'lumotni o'zbek tilida muhokama qilamiz. Bu model kichik o'lchamli SUV sinfida zamonaviy texnologiyalar, tejamkorlik va samaradorlikni birlashtirgan taklif sifatida ko'rilmoqda. Exterior jihatdan yangi Trax zamonaviy uslubda bezatilgan. Old panjarasi yangilangan, faralari ancha ixcham va LED chiroqlar bilan jihozlangan. Yon profilda aerodinamik chiziqlar va sportona elementlar ko'zga tashlanadi. Orqa qismi ham yangilangan, LED fonar tizimi bilan bezatilgan. Umuman, bu model ko'rinishi jihatdan jozibali va shahar sharoitida yaxshi moslashilgan SUVga o'xshaydi. Ichki makonida esa Trax yuqori darajadagi qulaylikni taklif qiladi. Markaziy displey katta, 11 dyuymli touchscreen sifatida taqdim etiladi. Android Auto va Apple CarPlay simsiz qo'llab-quvvatlanadi hamda simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud. O'rindiqlar va interyer materiali sifat jihatdan yaxshilangan. Baland uchun qulay joylashuv va 60-40 nisbatida orqa o'rindiqlar qiyshayışı bilan yuk hajmini oshirish imkoniyati ham bor. Texnik jihatdan Traxda 1.2 litrli turbo benzinli EcoTech dvigatel qo'llanilgan bo'lib, taxminan 137 at kuchiga ega ekanligi ma'lumot berilgan. Uzatish qutisi avtomatik, 6 samarali bosqichli va old gildiraklardan yurish tizimi bilan jihozlangan. To'liq tort gildirakli versiya taklif qilinmaydi. Yoqilgi sarfi jihatdan birlashgan siklda taxminan 12.7 km ga tengligi ko'rsatilgan. Xavfsizlik borasida ham Trax to'liq emas, lekin yetarli vositalar bilan jihozlangan. Standart Chevy Safety Assist tizimi, old to'qnashuv ogohlantirish, avtomatik tormozlash, chiroq yuqori nurini boshqarish kabi qo'shilgan. Qo'shimcha variantlarda orqa park yordamchilari, yon koridor ogohlantirishlari, orqa kesish trafik ogohlantiruvchisi kabi imkoniyatlar ham taklif qilinadi. Yangi 2026 yil modeli uchun kichik yangilanishlar kiritilgan. Asosan rang opsiyalari yangilangan. UHD Sans va Apeh Red kabi yangi ranglar taklif qilinadi. Shuningdek, interyer va paket kombinatsiyalari ham soddalashtirilgan. Xaridor tanlovi ancha ravonroq bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Trax shahar sharoitida foydalanish uchun ideal, to'liq SUV emas, lekin erkin harakat va qulaylikni izlaydiganlar uchun yaxshi tanlov. Zamonaviy multimedia, xavfsizlik vositalari va tejamkor dvigateli bilan sinflar qatoriga ega. Auto Review Zone kanalida biz bu modelga alohida e'tibor qaratamiz va sizni kanalimizga obuna bo'lishga chaqiramiz. Videoni yoqtirsangiz, like bosing, sharh qoldiring va biz bilan bo'ling. Keyingi modelimiz bilan ham tez orada ko'rishguncha